أخرى المراقي يعز علي ترك الحب عندي ولو بلغت بي الروح التراقي تركت جميع خلق الله دوني شغلت عن الخلائق باشتياقي شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'alaga hamdu sana ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e pak durut salamlarımızı yollagan ekan. Qadirli qarindoshlar, biz bir qancha haftadan buyon başlagan Esmaullahil Husna, Allah subhanahu wa ta'alaning güzel isimlari haqidagi darslarimizni kelgan yerdan boshlab davomlashtiramiz. Biz amallarga ma'lum men televizor oldidagi qarindoshlarimiz biz Esmaullah darslarini bir qadar kengayib tushundirgan holatda televizorda dars qilyapmiz. Inshaalloh oxirini ham davomlashtiramiz. Bu haftalik suhbatimiz, haftalik qarindoshlar o'tirish bo'lganligi uchun buningga nayt keng doirada tushuntirish vaqt e'tibori bilan mumkin bo'lmaganligi uchun nayt qisqa qilib mig'izliq yerlarini elib har bir darsimizda inshaalloh Allohning bir ismi bilan tanishib o'tishga tirishimiz inshaalloh. Allah subhanahu wa ta'ala bizga eng o'rganganlarimiz, bilganlarimizga amal qiladigan, uni tushunib, hazm qilib hayotimizni yashashga muyassar qilishini Allah subhanahu wa ta'aladan tuvanchilik bilan tilaymiz. Bugun qarindoshlar, Allah subhanahu wa ta'alaning Ar-Rahmanir Rahim degan ism bilan tanishib o'tamiz. Ya'ni bu ikki ism aslida, Ar-Rahman ayrim bir ism, Ar-Rahim ayrim bir ism. Ko'pincha ulamolar buni ikkisini bir yerda tilga ilib, bir yerda sharhlab kelganligi uchun bugun ham biz buni ikkisini bir aqlam so'zlab o'tamiz. Har kuni har namozimizda davomli tilga ilib turadigan, xuddi bu o'tgan soatlik darsimizda so'zlab o'tgandek, Allohning Allah Zul Jalal, Allohning buyuk ismlaridan Ismullahil Azam bo'lgan, Allohning eng katta ismidan bo'lgan Allah ismi bilan tanishib o'tdik, Ar-Robb bilan tanishib o'tdik. Masalan, bu mana shu sura Fatihada chiqadi masalan. Alhamdulillahi Robbil alamin. Robb bilan tanishib o'tdik, Robbimizningki bu ism bilan. Bugun Ar-Rahmanir Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala sura Baqarada shunday deydi-ki: "Va ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huvar rahmanur rahim." Sizlarning ilahinglar bir ilahdir deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Sizlarning ilahinglar bir ilahdir. Uningdan boshqa hech bir iloh yo'q. Cho'qinishga, ibodat qilishga, hukmini elishga, bo'ysunishga loyiq hech bir iloh yo'q uningdan boshqa deydi Allah subhanahu wa ta'ala. U shundoq Allohki Ar-Rahmanur Rahim. Nihoyat mehribon, nihoyat shafqatlik, mehr shafqatlik Allah subhanahu wa ta'ala. Biz mushunchalik tilimiz bilan mushunchalik ifodalab beramiz. Uningdan boshqa buni yillarcha so'zlasak ham buni ifodalab berishimiz, Rabbimizning bir ismini haqiqiy ma'nosida sifatlab bo'lishimiz, butkul mu'minlar, butun dunyodagi insonlar, hatto payg'ambarlar sifatlab bo'lmaydi. Allah subhanahu va taolani la ya'rifulloha illalloh. Allohni Allohdan boshqa hech kim haqiqiy ravishda bilib bo'lishi mumkin emas. Lug'at ma'nosi nima degan vaqtida Ar-Rahmanur Rahimningki bu rahmatdan turinib chiqqan ikki muborak ism bo'lib, mubalag'a shaklda kelgan Ar-Rahman Ar-Rahim. Lug'atdagi ma'nosi nima degan vaqtida noyatlik, mehribonlik, muloyimlik, yumshoqlik, kuyimchanlik, ichki og'irtish bunday ma'nolar keldi lug'atdagi ma'nosi. Shar'iy ma'nosi nima degan vaqtida qarindoshlar telefondan aytsak, shar'iy ma'nosi nima degan vaqtida Allah subhanahu va taala shundoq bir rahim shafqatlik, shundoq bir mehribon zotki, huwa arhamur rahimin. Butkul eng rahimdil, shunchalik kangri rahmat egisi. U rahmati, uning shundoq rahmati hech bir cheki yo'q. Allah subhanahu va taolaning rahmatining, rahmat dengizininki qirg'iqi yo'q, chegirisi yo'q.
butkul koinotdagi hamma narsani o'z ichiga olgan rahmatiga Allah subhanahu va taolo degan gap. Shar'iy ma'nosi. Bu koinotdagi osmon zamin o'ttirsidagi barliq yuz berayotgan, barliq insonlar foydalanayotgan manfaatlar bo'lsin, xo'shalliklar bo'lsin, mo'l husullar bo'lsin, insonlarga kelayotgan yaxshiliklar bo'lsin, hammasi nima degan vaqtida bu hammasi Allah subhanahu va taoloning rahmatini mujassamlab berib bizga amaliy ko'rinishda ko'rsatayotgan narsalar asli. Allohning rahmatining namoyon bo'lgan shakli ko'z oldimizda ko'rinib turayotgan, shakllangan asar, yani ta'sirlar hammasi ko'rinib turayotgan narsalar, butun koinot ekan narsa. Va shundaqla Allah subhanahu va taolo bizlardan ketkizib o'tgan, bizlardan yiroq ketib har xil musibatlardan qo'g'dab qilishi, har xil qiyinchiliklar, g'am qayg'u bu narsalardan bizni yiroq qilib, bundan bizni insonlarni yiroq qilishi, baloyi qazo, musibat, har xil narsalardan bizni qo'g'dab qolganligi, shu narsalardan saqlaganligining o'zi ham nima desa, Allah subhanahu va taoloning rahmatidan, Allohning rahmatidan. Allah sura A'rafda va rahmati wasi'at kulla shay deydi Allah subhanahu va taolo. Mening rahmatim har narsani tamamen dairesiga ep bo'lgan. Hamma narsani o'z ichiga ep bo'lgan Allah subhanahu rahmati. U shundaq rahimdilki, har qanday rahim qilg'uchidanmi rahimdil, ota-onamizdanmi, farzandlarimizdan, balki o'zimizdan bakrak o'z bizga inson o'ziga eng kuyunda o'zininki ziyon ushurishini xohlamaydi inson. O'zimizni shunda asraymiz. Allah subhanahu va taolo bizga biz o'zimizga bo'lgan rahimdillikimizdan bakrak insonning o'ziga bo'lgan rahimdillikidan bakrak rahimdil Allah subhanahu taolo. O'ylab boqaylik, hammamizga ma'lum bir hodisa, payg'ambar alayhisalom bir kuni asrga tushib qolgan asrning ichidagi bir ayolninki shu asrlarning orasida bir kichik bolani ko'rib, yugurib, chachrab chiqqan paytda bolani elib quchoqlab ketgan holatni ko'rib sahobalarga deydi. Deydi-ki, ma ayol atulqi hazihil mar'a waladaha fin-nar. Mushu ayol quchoqlab ketayotgan bir ko'rinish manzara. Mushu ayol o'zining bolasini jahannamga o'tqa tashlamdi. O'tqa tashlayolmadi, mushu tashlamdi degandan keyin sahobalar yo'q tashlamaydi degandan keyin payg'ambar alayhisalom dedi-ki bu yerda lallohu arhamu li abdihi min hazihil mar'ati li waladiha. Allah subhanahu va taolo bandasiga mushu ayolning bolasiga bo'lgan mehribonligidan bakrak mehribon Allah subhanahu dedi. Cho'qim Allah shundan mehribon dedi. Bandasiga bo'lgan mehribonlikdan bizga bo'lgan mehribonlikni ko'rib boqaylik. Bir ona bolasini tashlayolmag'az, bir eng cho'ng mehribonlik dunyoda onaninki bolasiga bo'lgan mehribonligidan ortiq mehribonlik bo'lmasi kerak. Kichik bir narsida bolasiga. Allah bandasiga bu ayolning o mehribonligidan nechasi ortiq mehribon Allah subhanahu taolo bizga. Ana shundaq Rabbimiz Ar-Rahmanur Rahim sifatga ega. Xo'sh, endi Ar-Rahman bilan Ar-Rahimning farqi nima? O'tirishga farq nima degan masalaga kelsak, Ar-Rahman Rahimga nisbatan texmi bak mubolag'a qilib, ma'nosi texmi bak keng doirani o'z ichiga olgan bir ism. Ar-Rahman ismi. Rahimga nisbatan texmi bak kengri, texmi bak mubolag'a etilgan so'z. Bu nima ma'noni bildirsa, yani Allah subhanahu va taoloning rahmati doiraga elish jihatdan bo'lsin, o'z ichiga elish jihatdan bo'lsin, kengirlik jihatdan bo'lsin, rahmat deydigan bu lug'at, mehribonlik, shafqat, mehr-shafqat, rahmat deydigan lug'at o'z ichiga oladigan barliq ma'nolarni tamoman o'z ichiga olgan ma'noga ega. Ar-Rahman. Hiçbir lug'at, hiçbir söz keçip ketemedi. Hemen o'z ichiga oladi. Yani shuning uchun Ar-Rahman degan bu so'z arab tilida ya ikkilik qilib aytilib bo'lmaydi, ya ko'plik shaklda aytilib bo'lmaydi mesela. Ar-Rahmanan degan bo'lmaydi yoki Ar-Rahmanun deb aytilib bo'lmaydi. Yakka holatda qolib qoldim. Mutlaq faqat va faqat Allah subhanahu va taolo bilan aytiladi. O mükemmel, yani butkul mushu dunyodagi barliq mahluqotlarni o'z ichiga olganligi, insini, uning insonlar, jinlar, mu'mini, kafiri, mushu koinotda jonsiz mahluqotlardan tortib barliq yaratgan mushu koinotda nima bo'lsa bo'lsin, hammasiga bo'lgan rahmatni o'z ichiga oldi. Hech birisi uning sirtida qolmaydi. Allohning Rahman taololik sifatininki bu rahmatining sirtida qolmaydi. Hiçbir narsa. Bu şekilde mübalağaşı qilib aytilgan ma'nosi bu. Ammo Rahim bo'lsa şu desa, bu mu'min bandalarga qiyomat kuni mu'min bandalarga xos qilingan Allohning nihoyatda katta kengri rahmatini bildirdi. Ar-Rahim. Mu'min bandalarga xos Ar-Rahim. Ammo Ar-Rahman har qanday mush koinotga, har qanday dunyoda, har qanday xos.
Bu şekilde tushunishimiz kerak. Shuning uchun mu'min qanday qildi desa, Allohning to'liq %100 rahmatiga erishadi. Dunyodagi ham rahmatiga, Allohning kofirlarga erishdi bu ne'matga, ammo bu rahmatga. Ammo dunyoda ham mu'min erishadi. Oxiratda ham Allohning Ar-Rahim sifatida uning rahmatiga ham erishadi, mukammallashadi bu vaqtida. Ammo kofirchi faqat dunyoda ham Allohning rahmatiga erisha oladi. Yashash nurxon tövanda tushundirmiz yana. Ammo oxiratda hamma narsadan mahrum qoladigan gap. Xo'sh, endi Ar-Rahmanning yana bir nuqta, tushunilgan nuqta, Allah subhanahu va taolaning zoti sifatiga dalolat qiladigan bir sifat edi, ism Ar-Rahman. Allohning zoti sifati, ya'ni Allah subhanahu va taoladan Allohning zotida bor sifat, hech bir zaman ayrılmaydi. Ar-Rahman degan sifat Allohning zotida bor sifat, ammo Rahim dallun ala sifatil fi'liyati allati tata'allaqu bi mashiatihi dedi. Allohning xohishiga aloqador bo'lgan fi'li ish qiladigan Allah xoligan, chunki qiyomat kuni mu'minlarga xos ayirib qo'ydi dedi qo'ni. U ayirib qo'ygan ne'mat, o sifatini, o mehr shafqatini qiyomat kuni qanday qildi? Udul shu mu'min bandalarga ko'rsatib, amaliy bir ish bilan, uning bir narsa ato qilish bilan qanday qilsa, ko'rsatdi, amaliy ko'rsatdi. Ammo Rahman taala bo'lsa, bu Ar-Rahman sifati bo'lsa, Allohdan hech ayrilmaydigan, Allohning zotida bor sifat, bu hammasiga umumiy shaklda dedim. Rahman sifati hech qanday Allohdan boshqa hech qanday bir maxluq bu sifatla aytilanmaydi, bu sifatni ishlatilmaydi, sifatlanmaydi har qanday bir maxluq. Allah subhanahu wa ta'ala dediki Sura Isro'da Qulidulloha avidur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Aytqinki ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Allohni, ya'ni sizlar Allah deb chaqiringlar, Allah deb duo qilinglar yoki Rahman, ey Rahman deb duo qilinglar. Ikkisining qaysini bo'lsa mayli, farq yo'q bu yerda o'tirsida. Allah'ның qaysini chaqarsanglar o'xshash, falahul asmaul husna, Allohning go'zal ismlari bor deb berdi. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo o'zining Zuljalal bo'lgan ismullohil azam bo'lgan Alloh ismi bilan tang birga tilga oldi Ar-Rahman degan ismni. Birga tilga oldi oqistillam. Shuning uchun hech bir maxluq sherik bo'lmaydi. Ammo Rahim bo'lsa-chi, Rahim sifati, Rahim ismi bilan maxluq ham sifatlanishi mumkin, sifatlanadi. Masalan, payg'ambar alayhisalomni sifatlab Qur'oni Karimda Alloh laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim dedi. Rahim bilan inson bir maxluq sifatlanadi. Ammo sifatlangan taqdirda ham bilib oladigan nuqta, insonning rahim shafqatligi bilan Ar-Rahman maxluq sifatlanmaydi hech bir shaklda. Ammo Rahim bilan inson sifatlanadigan bilan maxluqda bor rahim shafqat bilan Allohda bor rahim shafqatning o'rtasida hech bir zaman inson xiyol qilgusiz darajada farq bor. Hargiz o'xshash, ya'ni insonda bor mehr shafqat bilan rahimdillik bilan Allohda borninki o'pma o'xshash bo'lishi hasha mumkin emas deb bu nuqta tushunish kerak. Hamda Allah subhanahu va taolaninki mu'min bandalarga bo'lgan rahmatining turiga qaraydigan bo'lsak, Allah subhanahu va taolaning biz yuqorida ikki xil rahmatni tilga oldik, umumiy rahmat va xos, maxsus mu'minlarga xos qilingan rahmat deb. Umumiy rahmatda hammasi Allah subhanahu ularni yo'qdan bor qilishdan boshlab hammasi umumiy rahmatning ichiga kiradi. Ularni shu dunyoda tarbiyalab, ularga kerakli bo'lgan rizq berish, ularni barliq dunyoda kerakli bo'lgan hamma narsani ularga davomli yetkazib berish, salomatligini yaxshi qilib sog'lom qilish, mahluqotlarni, barliq koinotni ularga bo'ysundirib berish, hammasi bu umumiy rahmatning doirasiga ichiga kirdi. Sanab bo'lmaydi bu umumiy rahmat namdi. İkincisi bo'lsa, xos rahmat deganimiz bu dunyo va oxiratda bu xos rahmat bilan inson dunyo va oxiratning baxt saodatiga erishadigan, hech bir zaman ziyon tatmaydigan Alloh subhanahu va taolo o'zining xos bandalariga ayirib qo'ygan, maxsus qilib qo'ygan rahmati, Allohning ikkinchi turlik xos rahmati. Alloh bu rahmati bilan dunyoda shu mu'minlarga, shu bandalarni, shu ikki dunyoda rahmatga erishgan bandalarni dunyoda o'zining to'g'ri yo'lga selish, to'g'ri yo'lda mang'udish, hidoyatida mustahkam qilish bilan ularni qanday qildi? Bu dunyoda ularga rahmat qildi. Va nurg'un pok rizqlarni, pok oila, turmush hammani ato qilish bilan Alloh subhanahu va taolo mu'min bandalarga bu dunyodagi rahmatini ato qilgan bo'lsa, qiyomat kuni bo'lsa-chu desa,
eng to'liq shaklda mu'min bandasiga shundoq bir rahim shafqat bilan rahim qiladiki, u oxiratdagi mu'minga beradigan ne'mat nima bo'lsa, o'zining shu oliy jannatiga kirgizish va o'zining muborak jamolidan huzurlantirish, buni berish bilan mu'minga bo'lgan ne'matini tamomlaydi Alloh subhanahu taolo. Bu %100 Allohning rahmatiga, ana shu jannatga kiradigan vaqt, Allohning rahmatiga, Allohning rizoligiga erishadigan vaqtida ondan keyin nima desa, u banda o'zini haqiqiy baxtli his qilgan bo'lmas, qadrli qarindoshlar. Shuning uchun ba'zi dunyoda hargiz masalanga, dunyoda bir insonningki rohat turmushda yashashi, esil hayotda yashashi, qiyinchilik ko'rmasligi, hamma ishlarining yurishib ketishi, bu insonningki hargizmi yana bu Allohning ajoyib muqarrab banda ekanligiga dalolat qilmaydi hargiz. Ya'ni o'lcham buning bilan ayrilmaydi hech bir zaman. Chunki bu dunyo ne'matini Alloh yaxshi ko'rganigimi beradi, yaxshi ko'rmaganigimi beradi Alloh subhanahu taolo. Hammasiga umumiy beriklik bu ne'matdan, dunyo ne'matini. Masala ham dunyoda ham oxiratda ne'matga erishash. Ikki dunyoning ne'matiga, ikki dunyoning rahmatiga erishash bu hammadan cho'ng ne'mat hamdi. Hammadan katta ne'mat. Alloh subhanahu va taolo bizni ana shu har ikki dunyoda ne'matiga erishgan mu'min bandalardan qilishini Allohdan to'vanchilik bilan tilaymiz. Xo'sh, endi Alloh subhanahu va taolo bu Ar-Rahman ismini diqqat qilaylikki, Qur'oni Karimda ko'pligan yerda o'zining arishga qaror olganligi bilan birgatilib qoldi. Masalan, summastawa alal arshi Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Ya'ni arish bilan birgatilib olganda ko'pincha vaqtida Ar-Rahman degan ismni o'zining arishini tilga bo'lib, uning kaynidan tilga ilaqliq. Nima uchun deganda ulamolar shunda go'zal so'zlarni qilibdiki buningga. Nima uchun deganda arish shuni bilib olanki, Allohning arishi Allohning mahluqotlarining ichidagi mutlaq jihatda eng buyuk mahluqoti arish deydi Allohning arishi. Ya'ni Allohning arishidan cho'ng hajm jihatdan bo'lsin, buyuk jihat bo'lsin, uningdan cho'ng biror mahluqot yo'q dedi. Mutlaq jihatda eng cho'ng mahluqoti arish deydi. Xo'sh, buni tilga olish hamda Ar-Rahman degan ismni arishning kaynidan tilga olishi nima desa, ya'ni Allohning arishi shundoq cho'ng mahluqki, butkul Alloh yaratgan koinotdagi barliq mahluqotlarni hamma tarafdan qorshab turadigan darajada katta cho'ng deydi. Hamda Allohning rahmati ham yuqorida so'zlab o'tgandek, koinotda hech bir zarrachaqliq narsa Allohning rahmatining doirasining sirtida bo'lmagan ekan. Allohning arshi hammani qorshab turgandek, rahmati ham qorshab turganligi uchun Alloh wasi'at min fastawa ala awsa'il makhluqat wa huwa arshuhu bi awsa'is sifati wa huwa rahmatuhu dedi. Ya'ni Alloh mahluqotlarning ichidagi eng katta narsa bo'lgan, eng kengri bo'lgan arshiga qaror oldi, o'ziga loyiq ravishda. Nima bilan desa, sifatlarining ichidagi eng cho'ng ma'noni o'z ichiga olgan, hammani o'z ichiga olgan sifati Ar-Rahman sifati bilan shu arishga qaror olganligi uchun deb shunday go'zal so'zlarni qildi. Xo'sh, endi yana Allohning rahmati g'azibidan ilgari kelib ketganligini nurg'un qatim hadislarda angladik. Masalan, rahmati sabaqat g'adabi degandek hadislar keladi masalan, hadis qudusiylar. Payg'ambar alayhissalom shunda deydi-ki, "Lamma qadallohul xalq", Alloh mahluqotlarni yaratganda shu o'zining dargohidagi bir kitobga yozdi dedi. Bu kitob mavdu'un alal arsh. Allohning arshining ustida bor bir kitob, ya'ni Lavhul Mahfuz. Shu kitobga shunday yozdiki, "Inna rahmati taghlibu ghadabi." Mening rahmatim g'azabimdan g'olib keladi, g'azabimdan eshib ketadi. deb bu şekilde Lavhul Mahfuzga yozdi dedi. Bu Allohning yozib qo'yishi, bu şekilde qilishi, bu xuddi Alloh subhanahu va taala tarafidan mahluqotlarga berilgan bir va'da bu dedi. Bir ahdiga o'xshash narsa bu dedi. Mahluqotlarga, bandalarga bizga bergan bir ahdisi bu, va'dasiga o'xshash narsa dedi. Hammasiga rahmat qildiganligi to'g'riliq, bergan bir xush bisharati, va'dasi Allohning dedi. Ularni afv qildiganligi, mag'firat qildiganligi, mayli qancha ish qilib ketgan, menga qaysang, menga tavba qilsang, men tarafga qaysang, men chuqum rahmat qilaman, senga men seni kechiraman.
yapımansın deb Allah subhanahu ve ta'alaning mu'min bandalariga bergan nimasi desa bisharati bu. Nima qilib ketgan? Nur qarab boqaylar. Nurg'un shan qilib ketimiz. Allah muhlat berayotgan, yepayotgan, qilayotgan jinoyatlarimizni insonlarga bildirmayotgan. O'ylab boqaylar. Ya'ni agarda jinoyatning furuqi bo'lgan bo'lsa, gunohning inson qilayotgan gunohningki biz qilayotgan jinoyatlarning, gunohlarning furuqi bo'lgan bo'lsa, inson hargiz bir insonning endi o'ltiramagan bo'ladi dedi, furuqdan, sesiqligidan. Allah shu qadar yeb turgan gapda Allah subhanahu wa ta'ala. Xo'sh, endi Allohninki masalan Qur'oni Karimda Al-Ghafur va huval Ghafurur Rahim sura Yunusda masalan gap. Bu Al-Ghafur degan ismini Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on shuna qarab baqsaq 72 yerda Ar-Rahim ism bilan birga tilg'apti-da. 72 yerda tilg'ilindi ekan. Al-Ghafur Ghafurning keyindan Ar-Rahim deb tilg'ilindi ekan. Bu nima uchun bunday tilg'ilindi deb bu yerda o'limalar shunday go'zal so'zlarni qilibdi yana buningga. Deydi-ki bu yerda. Ya'ni bu yerda bunday tilg'ilinishi Allah subhanahu wa ta'alaninki kamali sifatlarini teximibek namoyon qilib berish va bandalarga Allohga hamdi aytish, hamdu sano aytish yo'lini teximibek ko'paytib berish. Bir banda Allohning har qanday bir ismini tilga olib Allohga hamdu sano aytsa, Allohning rahmatiga erishganidek, ya'ni bandalarninki teximibek Allohga ko'p go'zal sifatlar bilan hamdu sano aytib berish yo'lining, Allohni ulug'lash yo'lini ko'paytib berish, o'zining mukammal sifatlari bilan bunda tilg'alish dedim. Buning hammasi chunki Alloh subhanahu va taolaning ne qadar qudratli ulug'ligini ko'rsatib. Qarab boqaylikki, Allohning mag'firati, bandasiga bo'lgan mag'firati kechirib o'tishi yana u inson ashu banda azaplanishga, jazolanishga loyiq turib kechirib etilishi, mag'firat qilinib etilishi nima desa, bu Alloh subhanahu va taolaninki rahmatining alomati, Allohning mehribonligining alomati. Chunki u inson gunoh qilgandan keyin, jinoyat ishlagandan keyin Allohning adolatining taqozosi bo'yicha asli u jazolanishi kerakdi. U jazosini chekish kerakdi asli. Bu Allohning adolati bo'yicha jazolanishi kerak. Xuddi u yaxshi ish qilsa mukofotlanadigan o'xshash, yomon ish qilsa jazolanishi kerak. Ammo nurg'un gunohlarimizni Allohninki kechirib o'tishi, jazolamasdan jazolanishga loyiq turib Allohning mag'firat qilib o'tishi bizni nima bo'lsa, bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan bir rahmat, Allohning rahmatining jumlasi bu deydi. Rahmatidan iborat bu narsa. Bu yerda bu ikki xil tilg'ilinishi nima desa, Al-Ghafur nima uchun oldida Alloh subhanahu Al-Ghafurni tilg'ilib, uning keyindan Rahimni tilg'aldi desa, chunki bu mag'firat degan, ya'ni insonning gunohidan xoli bo'lib, gunohlarining yuyilib ketishi, inson poklanish. Ya'ni Ar-Rahim bo'lsa, Allah tarafidan erishiladigan bir ne'matga, bir narsaga erishish. Allah inson oldidan poklab o'tib, pokizlab o'tib, gunohini kechirib o'tib, mag'firat qilib o'tib, Ar-Rahim mehribonlik bilan nurg'un ne'matlarni ato qilganligini tushuntirish uchun bu yerda huval Ghafurur Rahim degandek bu shaklda keldi deydi. Yana Alloh subhanahu va taolo yana va yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi bi iznihi illa bi iznihi innalloha bin-nasi la raufur rahim degan sura Hajda bir oyat bor. Allah osmonni va osmon tilg'ilganda osmondagi butkul kavakib barliq osmon jismlarining hammasi shuning ichiga kirib ketadi. Zaminga tushib ketishdan tutib tur dedi Allah subhanahu taala. Tutib tur zaminga tushib ketishdan. Allah insonlarga nihoyat mehribon, shafqatli, nihoyat kuyimchandir dedi bu oyatda. Nima uchun bu yerda buni tilg'ilindi desa, ya'ni agarda Alloh subhanahu va taolaning rahmati bandalariga, insonlarga bo'lgan rahmati shundoq mehr shafqatli, kuyimchan bo'lmagan bo'lsa edi, bu koinotda Alloh subhanahu va taolo hech bir kafir, fojir, zolim, zamin yuzida o'mlab yuradigan bir maxluq qo'ymagan bo'ladi dedi. Allohning rahmati shu qadar hisobsiz, inson tasavvur qilg'isiz bo'lganligi uchun Alloh shundan muhlat berdi. Hammani shu osmondagi shu jismlarni osmonni ustimizga yiqilib tushishdan qanday tutib turdi Alloh subhanahu va qudrati bilan dedi. Ya, jinoyatimiz bo'lsinmi, gunohlarimiz bo'lsinmi, insonlar gunohlarni qilibdimi, yana Alloh subhanahu va ular rizq berayotgan, yoshlayotgan, ne'matlarni ato qilayotgan, kech kunduz, ya boy hadis quduslarda bor. Mening rahmatim sizlarga kech kunduz yog'di, ammo bandalarning kech kunduz ular jinoyat o'rlab turayotgan Alloh subhanahu va taolo. O'ylab tasavvur qilib boqaylar. Zamin yuzidagi insonlarning ko'pinchisi nima desa, jinoyat ishlaydi.
buzuqchilik, jinoyat ko'pinchisi. Şu Qur'oni Karimda mı deyilgani? Agar zamin yuzidagi ko'pinchi kishilarga agatsang, ular seni Allohning yo'lidan ozdirib o'tadi deb. Ammo hech biriga Alloh ne'matini kesib qo'ymaydi-ki. Hammasiga yana dunyoda bergan bu ne'matini ato qilib turdi. Endi rahmat to'g'risida payg'ambar alayhisalom bir hadisida shunday deydi-ki, "Annalloha xalaqa 100 rahmat" dedi. Alloh 100 rahmatni yaratdi dedi. Va bu 100 rahmatdan bir rahmatni inson, jin, hayvonot bütün moşu dünyada bu mahlukatlarının içine bir rahmetini düşüyordu dedi. Şu bir rahmet bilen ve biha yeterahamun. Birbirisiyle rahim kılışıyordu. Ve biha ta'tiful vahşu ala velediha dedi. Şu bir rahmet bilen insanlar, hayvanatlar, şu vahşi, yırtqıç hayvanlar mı? Şu Allah zeminge düşürgen bir rahmet bilen 100 rahmetten 99 ne kaldı derge hayda. Şu bir rahmet bilen şu balası künak hayvanatlar dünyasını gördüğün bolsa insanın gözüne yaş çıkırdığın derecede alametlerini görmez. Mehribonligini, kuyimchanligini balasiga bo'lgan. Shu farzandiga balasiga qanday qildi? Shu bir rahmat bilan rahim shafqat qildi dedi. 99 ni keyinga olib qo'ydi. Akharallohu 99 rahma yarhamu ibadahu yawmal qiyamah dedi. Bu 99 bilan Alloh bandalariga qiyomat kuni rahim qildi dedi. Kimga rahim qildi? Kofirlarmi? O'ylab qo'yinglar, 99 rahmatni mu'min bandalarga ar-rahim ishlaydi qiyomat kuni. Qiyomat kuni Ar-Rahman ishlamaydi u yerda. Rahman bu dunyoda ishlaydi. Qiyomat kuni Allohning Ar-Rahim sifati qilib qoldi. Mu'min bandalarga qoladi bu vaqtida. Uning ichida jinoyat ishlagan, xato ishlab qolgani bo'lsin, Alloh xoliqini kechiradi. Xoliqini jazoga teshib bo'lgan jazolaydi. Bu 99 rahmatni olib qo'ydi Alloh subhanahu va taolo o'ylab boqaylik. Alloh subhanahu va taolo bizni ana shu rahmatning doirasiga kirgan baxtli mu'minlardan qilishini tilaymiz Allohdan. Xo'sh, yana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Robbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan va ilma degan sura G'ofirning 7-oyatida shunday deydi. Alloh bu yerda rahmatni ilm bilan tilga oldi bir yerda. Bu nima uchun deganda fa kullu ma balaghahu ilmullohi ta'ala va ilmullohi ta'ala balighun li kulli shay qad balaghathu rahmatuhu dedi. Ya. Ya'ni Allah'ның ilmi degan vaqtimizda biz Allah hamma narsani biladi deymiz, shuna e'tiqod qilamiz, shunami? Bu bizning e'tiqodimiz. Koinotda hech bir narsa Allohga qorong'u emas. Hamma narsani Alloh bilib turadi. Hech bir bilmaydigan narsasi yo'q. Bu yerda ilm, rahmat bilan ilmni tilg'ilishi, ya'ni Allohning ilmi hamma narsani bilib turgan ekan, bu bilib turgan, Alloh bilib turgan hamma narsaga Allohning rahmati yetadi deganni bu yerda ham yana bir shaklda tushuntirdi bu yerda deydi. Shuning uchun hargiz hayron qolmangki, Alloh kofirni ham biladi, kofirning qilayotgan ishini ham biladi, ammo uningga rahim qiladi. Dunyoda rahim shafqatini beriverdi unga, lakin rahmatuhu lil kafir rahmatan jasadiyya badaniyya dunyaviyya dedi. Ammo u kofirga qilayotgan rahim shafqati jasad, badan, dunyoviy, mush dunyoga xos rahmat, rizq berish, yemak, ichmak, kiyim kechak, uy, bola chaqa tepish, u bu shu dunyoda qoladi, tugaydi. Qiyomat kuni hammadan tugaydi. Hammadan mahrum qoladi. Ammo mu'minga bo'lsa, dunyo va oxiratda mangulik baxt saodatga erishadigan bu rahim bilan rahim shafqat bilan mehribonlik qiladi. Alloh va inna robbaka, yana Alloh subhanahu va taoloning rahmati ham, ya'ni izzat, ulug'liq, kuch-quvvat, g'alba degan narsalarni ham berdi mu'minga. Chunki va inna robbaka lahuval azizur rahim, al-aziz sifatlantirilgan Alloh uchun. Xo'sh, endi biz eng oxirgi nuqta. Allah subhanahu va taolo biz nurg'un hadisi qudusiylarda bo'lsin, payg'ambarlarning hadislari bo'lsin, Alloh masalan o'z nafsiga rahmatni yezivatdi. Alloh o'zining rahmati g'azabidan g'olib keldi. Masalan, innalloha taala aw annahu taala awjaba ala nafsihi ar-rahma. O'z nafsiga rahmatni vojib qilyapti. Deganda bu so'zlarni anglaymiz. Ajiba mu'min bandalari Allohning rahmatiga loyiq bo'lganligi uchunmi o'ziga shunday vojib qiladi Alloh? Ya'ni men chuqur rahmat qilishim kerak deb. Ya'ni mu'minlar biz, ya'ni Allohning rahmatiga loyiq bo'lib ketganligimiz uchun, amallarimizning shu qadar esil bo'lib ketganligimiz uchun bu haqliq mening rahmatimga erish, bu loyiq bo'lib ketdi bu deb o'ziga shunday vojib qilyaptimi yoki qaysi nuqtadan vojib qilyapganda? Alloh o'ziga vojib qilyaptishi tafaddulan va in'aman minhu subhanahu va taala dedi. Bandalar loyiq bo'lganligi uchun emas, biz loyiq bo'lganligimiz uchun emas. Allohning fazli ikromi, in'omi bandalarga bo'lgan bizga.
Shuning uchun davomli mu'min tilaydiki, Allohumma ya Rabbi ey Allah, Allohumma amilna bi rahmatik va la tuamilna bi adlik. Bizga sen rahim shafqating bilan muomala qilgin, rahmating bilan muomala qilgin, adolating bilan muomala qilmagin deb. Agar Allah adolat qonunni agar inchiklaydigan bo'lsa, hech kim qutulmaydi Allohning azobidan. O'ylab boqaylik, qilayotgan ishlarimizni o'ylab boqaylik qani. Eng taqvo deganlarimiz nada? Nima ishlarni qilyapmiz? Agar rahmatiga erishamasak, shu Rasulullohmi meni jannatga qana qilman rahmatulloh, agar Allah rahmatiga o'z yog'ida kirman deylikka. Bu rahmat Allohning naqadar bu rahmatni o'ylashimiz kerak qadrli qarindoshlar. Bu shaklda tushunishimiz kerak. Allohning in'omi fazli karim deb shuni tushunishimiz kerak. Xo'sh, yana bir nuqta, Allah mu'minlarga qilgan rahmati bu dunyoda shu mu'min o'lgandek tugab ketmaydi. Ham shu mu'mindan bo'lgan mu'minning avlodi ham avlodi farzandlari bilan ham davomlashtirdi rahmatini. Bu Qur'oni Karimda sura Kahfda chiqadi. Va ammal jidaru fakana li gulamayn yatimayn fil madina va kana tahtahu kanzun lahumma va kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Agar mu'min bo'lsak, dunyoda yaxshi solih yashsak, bu Allohning shu mu'min bandasiga bergan, bizga bergan mehr shafqati rahimdilligi biz bilan xos tugab qolmay, bizning avlodlarimizga ham yetadigan o'ylab boqaylik. Allah deydi-ku bu qissadan shu. Ota shuning dadasi ikki yetimniki qissasini so'zlab qildi. Hamma so'zlab o'tirishga hojat yo'q. Salih, taqvodor, yaxshi kishi edi dedi. Kichik farzand bu ikki bolani Allah qanday qildi? Rabbing bu ikkisini shu balog'atga yetib, o ikkisiga Allah atab qo'ygan rahmatini kan boyliqni qanday qildi? Rabbing tarafidan bo'lgan rahmat sifatida ularga chiqarib berishni qanday qildi desa, Allah iroda qildi deb shunday degan. Demak, yana bir nuqta, Allah jannatini rahmat bilan yaratganidek, o'z rahmati bilan jannatini yaratganidek, shundaqla jahannamni ham o'zining rahmati bilan yaratgan Allah subhanahu va taolo. O'ylab boqaylik. Jahannamni ham o'zining rahmati bilan yaratgan. Bu jahannam shundaq bir narsaki, bu jahannam bilan Allah subhanahu va taolo, bu jahannam Allohning qo'lidagi bir qamchiga o'xshaydi deydi. Bu qamchi bilan Allah mu'min bandalarini shu dunyoda Xudo padidan u yoqqa qishib ketayotgan nimalarni, qo'ylarni padishi ishiga kirdi. Bu misollarni Allah valillahil masalul a'la, bunda misol keltirishganda Allah eng oliy misollarni keltirishga loyiq. Yani shuningga o'xshash, yani mu'min bandalarini jannatiga haydash, jannatiga kirgizish uchun bu bir insonni qanday qildi mu'minni yani to'g'ri yo'lda mengashga undaydigan bir ittirgish rol o'ynaydi-da bu yerda. Bu inson qo'rqish bilan buning bilan bu bir qamchi o'xshaydi deydi. Mu'min bandalarini buning bilan qanday qilsa, jannatiga hidoyat qilib jannatiga boshlaydi va jannatga jahannamga loyiq qilgan bir jinoyatni ig'ir cho'qim jazolanimiz bo'lmaydigan shaklda bo'lib qolgan muvahhid iymon bilan o'lib ketgan shu mu'min bandalarni ham shu jinoyatning buzuqlikning paskinliklaridan poklash uchun poklaydigan bir zavod hamda jahannam. Va shundaqla o'zining dushmanlari uchun, maxluqotning ichidagi kofirlar dushmanlari uchun turmadan iborat bo'ladi. Turmaning misoliga o'xshatamiz dedi. Xo'sh, demak qadrli qarindoshlar, bundan elinadigan meva xulosa, mu'minga elinadigan xulosa nima desa, bu ikki ismdan shuni tushunishimiz kerakki, mu'min har davomli holatda Allah subhanahu va taologa muhabbat, yaxshi ko'rish, barliq mehr shafqatini faqat va faqat yolg'iz Allah subhanahu va taologa xolis qilishi, Allohga bog'lanishi, faqat har bir ishida Allohga esilishi va barliq Allah subhanahu va taoloning rahmatini bizga keltiradigan, rahmatiga sababchi bo'ladigan har bir ishlarga etilib menish, shu ishlarga tirishchanlik qilish Allohning rahmatiga erishish uchun bu shaksizki Allah va rasuliga itoat qilish bilan bo'ladi. Va atiulloha va rasula la'allakum turhamun. Allah va rasul payg'ambarga ergashinglar, rahim qilinishinglar uchun degandek Allah subhanahu va taolo bizning rahimga erishishimiz, rahim shafqatga, Allohning mehribonlik shafqatiga erishishimiz dunyo oxiratda baxtli bo'lishimiz uchun cho'qim nima ekansa Alloh va rasuliga itoat qilishimiz kerak ekan va shundaqli qalblarimiz insonlarga rahim shafqat bilan to'lishi, hayvonlarga, insonlarga barliq mehr shafqat bilan qalblarimiz to'lishi, ularga mehr shafqat bilan muomala qilishimiz va bu sifatni o'zimizga o'zlashtirishimiz xuddi rasulimiz deganidek ar-rahimuna yarhamuhumulloh irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama degandek rahim shafqat qiluvchi kuyimchan bandalarga Allah subhanahu va taolo rahim qiladi. Zamin yuzidagi kishilarga rahim qilinglar.
osmondagi zot bo'lgan Alloh subhanahu va taolo sizlarga rahim shafqat qiladi deganida biz bu sifatni o'zimizda o'zlashtira olsak, yashay olsak, hayotimizda tatbiqlay olsak, andan nima desa Allohning bu ismidan o'zimizga nasiba ola olgan bu Allohning rahmatini o'zimizga rahim shafqatiga erishishdan iborat bir sifatni o'zimizda hozirlay olgan bandalardan bo'la oladi ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo mushu ojizligimiz bo'lsa-mu, shu gunohlarimiz ko'p bo'lsa-mu, Alloh subhanahu va taolo bizni ana shu baxtli bandalardan qatoridan qilishini tuvanchilik bilan tilaymiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatulloh. قد مزجت به رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراقي وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي